Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana bugungi bizani bozor infratuzilmasi fan doirasida ishlab chiqarilgan o'sha talabalarimizga bilim, ko'nikma berib kelayotgan mavzularimiz biridan logistika infratuzilmalarini rivojlantirishda investitsion loyihalar mavzusida naqlamiz. Ma'ruza qilaman. O'zim Toshkent davlat agrariya universiteti biznes boshqarish kafedrasi o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Normurodov Sarvar. Xo'p, biz shu mavzu doirasida logistika infratuzilmalarini rivojlantirishda investitsion loyihalar tasniflanishi, zamonaviy investitsion loyihalar, ya'ni o'sha g'oyalar va ularni mamlakatlar o'rtasidagi integratsiyasi, rivojlanayotgan mamlakatlarda ya'ni o'sha logistika kompaniyalarini investitsiyalar asosida moliyalashtirish kabi rejalarimizni tanlab oldik. O'zi umumiy qilib oladigan bo'lsak, infratuzilma nima? Infratuzilma deganda, misol uchun ko'plarda qandaydir savollar paydo bo'lishi mumkin. U deganda biz qanaqa tushunchaga ega bo'lamiz va qanaqa tasavvurga ega bo'lishimiz kerak degan savollar bo'lishi mumkin. Chunki nima uchun bu narsani aytyapman? Bizada O'zbekiston Respublikasida logistika sohasi yangi kirib kelganligi sababli o'shaning uchun ham hozirgi kunda bu global rivojlanib borayotgan yo'nalish deymizmi, ixtisoslik deymizmi, mutaxassislik deymizmi, shunga o'xshagan bir turkum sifatida jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Vaholanki bu butun bir O'zbekistonda emas, balki qo'shni davlatlarimizda, ya'ni o'sha Yevropa davlatlarida ham bu o'sha logistika markazlarida logistika tarmoqlariga juda katta urg'u berilmoqda va kadrlar tayyorlash uchun juda katta salohiyat va investitsiya qilinmoqda. Misol uchun mana ko'rishimiz mumkin, infratuzilma majmuasi bu nima? Qamrab olish darajasiga ko'ra faoliyat xususiyatlari, faoliyatlarning o'sha mulk shakllari, faoliyat turlari. Misol uchun buni qaraydigan bo'lsak, jamiki o'sha insoniyatga kerak bo'ladigan tizimlar deymizmi, ko'rinishlar barchasi o'sha infratuzilma ichida mavjud. Misol uchun birinchisi oladigan bo'lsak, aloqa kommunikatsiya, ikkinchisi transport yo'l xizmatlari, ishlab chiqarish, ijtimoiy, innovatsion, ekologiya, institutsional, bozor infratuzilmasi. Misol uchun qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda haddan tashqari mana shu logistikaga bo'lgan talab borgan sari shiddat bilan rivojlanib ketmoqda. Sababi nimaga? Misol uchun bilamiz, hozirgi kunda butun dunyoda eng global muammo oziq-ovqatga taqaladi. O'sha uchun oziq-ovqat deydigan bo'lsak, misol uchun o'zlaringiz xabarlaringiz ham bor. Hamma o'sha hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib bormoqlar. O'sha YouTube'larda Amazon tizimlari, boshqa Amerika Qo'shma Shtatlaridagi logistik markazlar mana shular misol bo'lishi mumkin. Xo'p, infratuzilma tarkibiga biz mana shu 4 ta ko'rinishni tanlab oldik. Birinchisi institutsional infratuzilma, ishlab chiqarish, ijtimoiy infratuzilma, bozor infratuzilmasi. Misol uchun mana institutsional infratuzilma deganda bunda fermer xo'jaliklari, dehqon va fermer xo'jaliklari, o'sha qo'llab-quvvatlash. Nimaga? Misol uchun hozirgi kunda bilamizki, bu logistika bevosita, misol uchun o'ylab hozirgi jamiyatdan kelib chiqib o'ylab qaraydigan bo'lsak ham yoki boshqacha bir qarashdan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak ham, qarsak bir qo'ldan chiqmagan edik. Logistikaning o'zi ham rivojlana olmaydi. Uning uchun albatta biz eksport, import qiladigan tovarlarimiz ko'rinishi bo'lishi kerak. Ko'rinish deganda mana shunaqa biz albatta dehqonlarga, fermerlarga muhtojmiz va ularning ishlab chiqarayotgan tovarlari bizning logistika markazlarimizda rivojlanish uchun va bizning davlatimizga sarmoya kiritilishi uchun juda katta foyda bo'ladi. Va undan tashqari misol uchun logistika markazlari, mashina, traktor, qurilish, ta'minlash. Bunga yana bir narsani ishlab chiqarishga qo'shimcha qilib aytaman, xalqaro standartlar bor, ISO. ISO standartlari bu nima? ISO standartlari o'sha 9000 sertifikatdan boshlanadiki, jamiki hozirgi kunda nima amalga oshiriladi? Hozirgi kunda o'sha barcha logistika tarmoqlarining ichidagi, tizimning ichidagi yo'nalishlar bevosita o'sha ISO standartlarining ichida ham mujassam. Keyingisi ijtimoiy infratuzilma, ta'lim, fan, muassasa, sog'liqni saqlash, savdo va maishiy, kommunal. Endi kommunal deydigan bo'lsak, bu juda global muammo. Sababi nimaga global muammo? Hozirgi kunda butun dunyoda bu kommunal o'sha, ya'ni iste'mol o'sha ichimlik suvi global muammoga aylanib ketmoqda. Vaholanki nima uchun
Endi sizlar aytishingiz mumkin, bu logistika nega bu ichimlik suvi? Albatta bizni bu fanimiz ichida biz bu talabalarga bu to'g'risida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Mana misol uchun pastda yozib qo'yibmiz, ichimlik suvi va gaz elektr energiyasi ta'minoti, ijtimoiy tadqiqot muassasalari. Bu ustida hozirgi kunda butun dunyoda bir necha yuz mingtalab olimlar buni ustida ish ishlayapti. O'sha ilmiy ishlar qilishyapti. Yangiliklar, izlanishlar qilishyapti. Bozor infratuzilmasi, bank moliya muassasasi, birja va brokerlik idoralari, o'sha axborot maslahat markazlari, reklama agentligi. Endi bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Qachonki bizda logistika, qachon nima bo'ladi deb qarab o'ylaydigan bo'lsak, misol uchun reklamaga qancha siz investitsiya qiladigan bo'lsangiz, o'sha sizning logistik markazlaringiz ishlab chiqarayotgan o'sha mahsulotlaringiz boshqasi, unda rivojlanish, o'sish, butun dunyo sizni tanishi va siz ishlab chiqarayotgan mahsulotdan o'zini kerak nimasini olishiga qaratiladi. Endi misol uchun oladigan bo'lsak, mana transport infratuzilmalari. Transport infratuzilmalari nima ekan bu? Avtomobil, temir yo'l, havo va suv. Endi bitta narsa transport infratuzilmasi deganda logistikani ichida eng oson, kam xarajat va tez boradigan bu temir yo'l bo'ladi. Temir yo'l o'sha butun dunyoda tan olingan. Misol uchun mana hozirgi kunda biz O'zbekiston Respublikasida ham temir yo'llarni qayta ishga tushirish, vaholanki qaysidir bir logistik markazlarga temir yo'llari amalga oshirilmagan bo'lsa, temir yo'llari yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana hozirgi kunda temir yo'llarga juda katta urg'u berilyapti va muhtaram prezidentimizni olib borayotgan islohotlardan qarab ko'rsangiz ham, mana hozirgi kunda qayerda logistik markazlar bor bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyga обязательно biz o'sha temir yo'lni qurishimiz kerak degan tushunchalarni, fikrlarni, kerak bo'lsa topshiriqlarni beryapti. Kerakli o'sha tegishli mutasaddilarga. Nimaga? Sabab mana shu temir yo'lda amalga oshiriladigan logistik oldi-sotdi, eksport import tovarlarimiz xarajatlari kamroq, daromadi ko'proq bo'ladi. Ya'ni kimga u? O'sha ishlab chiqarayotgan tadbirkorga. Ta'minot zanjiri infratuzilmasi. Ta'minot zanjiri infratuzilmalari bu tovarlar ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, tarqatish bilan bog'liq iborat o'sha butun bir tizim hisoblanadi. Yuk tashish va tarqatish markazlari deganda logistik markazlari, transport punktlari, terminal va shunga o'xshagan logistik infratuzilmalarini rivojlantirish, transport, sog'liqni saqlash, axborot texnologiyalari va ta'minot zanjirini boshqarish tizimlarini yanada samarali, zamonaviy va raqobatbardosh qilish maqsadida amalga oshiriladigan barcha chora-tadbirlar. Endi nima uchun bu narsani aytyapman? Mana bizda hozirgi kunda logistik markazlarda siz xohlasangiz, xohlamasangiz bevosita mana shu tizimni biz rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Endi atrof muhit barqarorligini rivojlantirishga e'tibor qaratish. Ya'ni bu nima? Ekologiya. Mana hozirgi kunda biza butun dunyo tan olyapti bu narsani. Nimaga hozirgi kunda ekologiya haddan tashqari borgan sari tobora buzilib ketyapti? Nimaning hisobiga? Misol uchun oladigan bo'lsak, har xil transport, texnika yoki misol uchun zavod, fabrika deymiz, ishlab chiqarish deymiz, boshqa. Mana shular hammasiga cheklov qilib nimaga o'tyapmiz? Biz o'sha quyosh panellari yoki elektr texnika texnologiyasiga o'tib boryapmiz. Mana shu yerdan ko'rishingiz mumkin, tijorat va raqobatbardoshlikni oshirish, rivojlantirishni orqali o'sha tijorat jarayonlarini yaxshilash. Ya'ni o'sha raqobatbardosh global bozorlarda samarali ishlash. Endi global bozorlar samarali ishlash deganda bitta narsa, butun dunyoda shunaqa narsa borki, faqatgina biz mana shu o'zimiz ishlab chiqarayotgan tovarlarimiz faqatgina mana ishlab chiqarayotgan respublikani o'zi emas, balki vaholanki boring o'sha O'rta Osiyoga boring o'sha Yevropa davlatlarining butun dunyo taniydigan bozorlarga borib o'zingiz joylaringizni toping. Topish uchun nima qilish kerak? Albatta investitsiya qilish uchun loyihaga daromad kerak. O'shaning uchun uzoq muddatga foydalanish olish uchun maqsadida moliyaviy resurslarni, pul, materiallar, vaqt va boshqa sarmoyalardan bu yerda yana bir ikkita jumlalar qolgan nima? Kuchli mutaxassis kadrlar. Bu kimlar? Bunaga yarashni ko'p tillarni biladigan kadrlarni biz jalb qilishimiz kerak. Xo'p, loyiha maqsadlari moliyaviy sarmoyalar, risk va endi bularni oldingi nimalarimizda o'tganmiz, raqobat tahlili, bozor, iqtisodiy, ijtimoiy ta'sirlar. Endi ijtimoiy iqtisodiy ta'sirlarga albatta bu investitsiya loyiha turlari, sohalar va uning salohiyatli kadrlari boshqasi tegishli bo'ladi. Xo'p, logistika markazlarini rivojlantirish, yangi logistika markazlarini qurish. Uning uchun albatta biz investitsiya qilamiz, investitsiya orqali nima qilamiz? Daromad yoki boshqa. Endi mana shularni biza mana shu prezentatsiya jarayonida foydalanish uchun ba'zi bir kerak bo'ladigan
maqolalardan, darslik o'quv qo'llanma, monografiyalardan, kerak bo'lsa ilmiy ish qilingan asosiy adabiyotlarni ko'rsatib o'tganmiz. Yevropa, Markaziy Osiyo, O'rta Osiyoni oladigan bo'lsak, ya'ni vaholanki o'zimizni universitetimizda olimlarimizni yozib chop etgan kitoblarni ham ko'rsatib o'tganmiz. Mana bu qo'shimcha adabiyotlar deganda ba'zi bir fikrlar yoki misol uchun hukumat portallaridan olingan qarorlar, qonun hujjatlar boshqasi bo'ladigan bo'lsa, endi bu yerga asosiy tavsiya etiladigan. Endi mana shu mavzuga oid turdosh bo'ladigan sohalarga urg'u bergan olimlarimiz yoki xuddi shunga o'xshash bo'lgan yaqin adabiyotlarni yozgan olimlarimizni keltirib o'tganmiz. Xo'p, biz sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, men o'zim shu universitetda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Marhamat, bemalol savol berishlaringiz mumkin. Xudo xolasa mana shu videorolikimiz oxirida o'sha o'zimiz Telegram ijtimoiy tarmoqlarimizda va vaholanki telefon nomerimizni qoldiramiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.